Bismillahirrahmanirrahim. Cilla ve şeytanlar. Cilla ve ulanın karakteri. Cilla qandaq taipiler. Cilla periştilerge o'xshash g'aybiy olamlardan bo'lib, perishtilarni ko'rgili bo'lmagandek, ularni ko'rgili bo'lmaydi. Cillaning barligiga ishonish iymonning asosiy moddalaridan bo'lmasa-mu, ularning barligiga ishonish iymonning kerakli moddalaridan biri. İnkar qilish kufrining jumlasidan sanaladi. Qur'oni Karimda jillaning barligi ochiq bayon qilingan. Ularning barligiga inkar qilish Qur'oni Karimning xabarlariga inkar qilganlikdir. Qur'oni Karimning xabarlariga inkar qilgan kishi kafir bo'ladi. Jilla nimadan yaratilgan? Farishtalar yo'riqlikdan yaratilgan bo'lsa, jilla o't yalqinidan yaratilgan. Alloh taolo jillaning yaratilishi to'g'riliq mundaq deydi: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Yani cillani ilgiri tütünsiz ot yalqinidan yaratgan edik. Bu ayetten cillaning ot yalqinidan yaratilganligi ve ularning insonlardan burun yaratilganligi ifodalanadi. Cillaning xarakteri qandaq? Cillaning xarakterimi insonlarning xarakteriga o'xshashdir. Yani ularning orasida insonlarga o'xshash musulmon, yaxshi taqvolarmi, yomon, gunohkor, osiylarmi bordir. Alloh taolo jillaning so'zlarini hikoya qilib mundaq deydi: "Va anna minnal muslimuna va minnal qasitun." Yani bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiqquvchilarmi bor. Jillami qilmishlardan javobgarlik tortilamdi. Jillami qiyomat kunida insonlarga o'xshash bu dunyodagi barliq yaxshi yomon qilmishlardan albatta javobgarlik tortiladi. Ularning orasidami yaxshi ishlarni qilib Alloh taoloni rozi qilganlari savobga erishganidek, yomon ishlarni qilib Alloh taologa osiylik qilganlari azobga duchor bo'ladi. Chunki ularmi insonlarga o'xshash Alloh taologa ibodat qilishga chaqirilgan va ibodat uchun yaratilgan maxluqotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Yani jillani insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Jilla g'ayibni bilamdi. Jillamu insonlarga o'xshash g'ayiblarni bilmaydi. Chunki g'ayiblarni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Sulaymon alayhisalomning qissasini hikoya qilish orqali jillaning g'ayiblarni bilmaganliklari va hargizmi bilmaydiganliklarini jakarlab mundaq deydi: "Ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين." Yani Sulaymon hassini qurtiyab yiqilganda jillaga aniq bo'ldiki, agar ular g'ayibni biladigan bo'lsa edi, har qiluvchi azobda qolmagan bo'ladi. Demak, jilla g'ayibni bilmaydi. Ammo ular bizlarni ko'ralaydi. Biz ularni ko'ramaymiz. Alloh taolo iblis to'g'riliq mundaq deydi: "İnnehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum." Yani u va uning qo'li ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'ramaysizlar. Chunki iblis jilladan kelib chiqqan bo'lib, ularning yaratilgan moddasi birdir. U bo'lsa-mu o't yalqini. Shaytonlar va ularning xarakteri. Shaytonlar qanday maxluqlar? Shaytonlar jilladan kelib chiqqan kofirlar bo'lib, ular insoniyatning ashaddiy dushmanidir. Shaytonlar hamisha insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun tirishadi. Shaytonlarmi jillaga o'xshash jismsiz maxluqot bo'lib, ularni ko'rgili bo'lmaydi. Ammo ular bizlarni ko'radi. Shaytonlar har qanday yo'llar bilan insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, o'zlarining ta'valaridan qilib olishga tirishadi. Shunga Alloh taolo insonlarni shaytonlarning sharridan saqlanishga va Alloh taolodan ularning sharridan panoh tilashga chaqiradi. Alloh taolo bizga shaytonlardan saqlanishning usulini o'rgatib mundaq deydi: "Va imma yanzaghannaka minash shaytoni nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas samiul alim." Yani agar shayton seni vasvas qilib, yomon ishlarga kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh taolo insonlarni shaytonlarning vasvaslariga agishdan to'sib mundaq deydi: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Yani
meni qo'yib iblis va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis degan kim? İblis shaytonlarning otasi. U jinlardan kelib chiqqan razil maxluqdir. Alloh taolo iblisning kelib chiqishi haqida to'xtalib, kana minal jin, ya'ni iblis jinlardan edi deydi. İblis eng ashaddiy kofir bo'lib, uning kofir bo'lib ketishining sababi bundoq. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratib bo'lganidan keyin iblisni butun farishtalar bilan birlikda Odam alayhisalomga hurmat bildirish uchun sajda qilishga buyurganda, hamma farishtalar sajda qilsa, iblis takabburlik qilib, Alloh taoloning buyrug'ini bajo keltirmaydi. Bu sababdan Alloh taolo uni o'z himoyasidan qo'g'lab, kofirlarning qatoridan qilib yetadi. İblis Odam alayhisalomning sababi bilan Alloh taoloning la'natiga uchrab, kofir bo'lib ketgani uchunla Odam alayhisalomning ashaddiy dushmaniga aylanadi. Natijada uni ozdirib, uning jannatdan chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Shundan boshlab iblisning avlodlari bo'lgan shaytonlarmi Odam alayhisalomning avlodlari bo'lgan insonlarga mangulik dushman bo'lib kelmoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu qissani mundaq bayon qiladi. O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. Shuning bilan kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga: "Ey Odam, sen ayoling bilan jannat tuturinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Faqat bu daraxtga yaqinlashmanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini ozdirib xatolashtirdi va ularni turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, iblisga bir-biringlarga dushman bo'lgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida sizlarga muqimlik va ma'lum vaqtgacha yashash bordir dedik. Shaytonlarning borligiga ishonish iymonning asosli moddalaridan bo'lmasimi, ularning borligi Qur'oni Karimda bayon qilinganligi uchun ularning borligiga ishonish iymonning kerakli moddalaridan biri. İnkar qilish kufrning jumlasidandir. Shaytonlarning xarakteri qandoq? Shaytonlarning xarakteri butunlay yomonlikdan iborat bo'lib, shaytonlar har xil yo'llar bilan insonlarning ko'ngillariga yomonlikning, ozg'unlikning vasvasalarini selish orqali ularni to'g'ri yo'ldan ozdirishga tirishadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar." Shayton o'zining ta'valarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqiradi. Shaytonlar kimlarni ozdira oladi? Shaytonlar Alloh taolaning toatidan yiroqlashgan, iymoni ojiz, irodasi mustahkam bo'lmagan kishilarni ozdirib ketalaydi. Ammo hamisha Alloh taolaning itoatida bo'lguchi, taqvodor, irodalik va ixlosmand zotlarni shaytonlar hech bir yo'l bilan ozdira olmaydi. Alloh taolo shaytonlarning otasi iblisning bu vaqtdagi iqrorini hikoya qilib mundaq deydi: "Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya'ni iblis aytdiki, izziting bilan qasamki, ulardan sening tanlangan bandalaringdan boshqa hammasini cho'qim ozdiraman. Ma'lumki, Alloh taolaning tanlangan bandalari iymoni komil, taqvodor, irodalik va ixlosmand zotlardir. Alloh taolo nima uchun shaytonlarning insonlarni ozdirishiga yo'l qo'ygan? Bu dunyo imtihon dunyosi bo'lib, yomonlik bo'lmasa yaxshilikning qadr-qimmati bilinmaydi. Shunga Alloh taolo jannatni yaratish bilan birga do'zaxni yaratgan. Chunki do'zax bo'lmasa jannatning qadr-qimmati bilinmaydi. Shunga Alloh taolo o'z hikmatiga asosan insonlarni bu imtihon dunyosiga avatish bilan birga ularning ziyniga shaytonlarni avatgan va shaytonlarga insonlarni ozdirish qobiliyatini bergan. Qadimda Odam alayhisalom to'g'ri yo'l va yaxshilikning, iblis bo'lsa ozg'unlik va yomonlikning vakili bo'lib o'tgan bo'lsa, keyin va ta hozirmi Odam alayhisalomning avlodlaridan bir qism kishilar, ya'ni payg'ambarlar va ularga ergashgan mu'min zotlar to'g'ri yo'l va yaxshi ishlarga, shaytonlar ozg'unlik bilan yomon ishlarga vakillik qilgan holda umr surmoqda. Biz atrofimizdagi shay'iylar va tarixlarga qaraydigan bo'lsak, hayotlik azaldan ziddiyatlar bilan davom qilib kelganligini va dunyoning hech bir yerida qarshiliksiz, ziddiyatsiz jamiyatning tepilmaydiganligini hamda ziddiyatning hayot qonuniy ekanligini bilalaymiz. Demak, ziddiyatsiz jamiyat bo'lmaydi. Shaytonlar har zaman insonlarning ashaddiy dushmanlaridir.
Dunyodagi bir-biriga qarshi ziddiyatli kuchlar zamonlarning o'tishi yoki boshqa sabablar bilan bir-biriga do'st bo'lishib ketishi mumkin. Balki shundoq bo'lganlarmi bor. Ammo odam avlodi bilan shaytonlarning o'ttirsidagi bu ziddiyat mangu hal bo'lmaydigan va abadiy shundoq davom qiladigan alohida cho'ng ziddiyatdir. Shunga Alloh taolo Odam alayhisalomdan boshlab butun payg'ambarlarga va ularning ummatlariga shaytonlardan yiroq bo'lishni qayta-qayta tavsiya qilib kelmoqda. Kimki shaytonlarga aldanib ketmasdan Alloh taolo tarafga burilib, o'zini Alloh taoloning diniga beg'ishlaydi ekan, u Alloh taoloning himoyasi ostiga kirgan bo'ladi. U Alloh taoloning himoyasida bo'lgan ekan, uningga shayton ziyon yetkazmaydi. Kimki Alloh taoloni unutib, shaytonlarning vasvasalariga va nayranglariga aldanib, ularning qo'yniga o'zini otadi ekan, u shaytonlarning ta'valariga aylanib qoladi-da, shaytonlar bilan birga do'zaxga mangulik ta'va bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Yani kimki Rahmanning zikridan, yani Qur'ondan yuz o'riydikan, biz onunga shaytonni musallat qilamiz. Shayton onunga hamisha hamroh bo'ladi. Shubhisizki shaytonlar ularni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. 4-bob Alloh taoloning kitoblariga iymon keltirish. Alloh taoloning kitoblari qanday kitoblar? Alloh taoloning kitoblari Alloh taoloning payg'ambarlarga farishtaning vasitasi bilan tushirilgan ta'limotlar bo'lib, bu kitoblar yaratuvchi tarafidan kelganlik e'tibor bilan muqaddas kitoblar yoki samoviy kitoblar deb ataladi. Alloh taolo bu kitoblarni nima uchun tushirgan? Alloh taolo bu kitoblarni payg'ambarlarning vasitasi orqali insonlarni yomon yo'llardan qaytarib, bir Allohga qulchilik va ibodat qilishdek to'g'ri yo'lga boshlab, ularni dunyo va oxiratning saodatlariga erishtirish uchun tushirgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yani bu Qur'on Rabbining izni bilan insonlarni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarishing, yani g'olib va madihiyaga loyiq bo'lgan Allohning yo'liga boshlashing uchun sana biz tushirgan bir kitobdir. Alloh taolo tushirgan kitoblarda nimalar so'zlangan? Alloh taolo tushirgan kitoblarda koinotning yaratquchisi va uning parvish qiluvchisi yolg'iz Alloh taolo ekanligi va Alloh taolodan boshqa ibodatga haqliq bo'lgan ma'budi barhaq yo'q ekanligining bayoni. İnsanlarning dunyo va oxiratlik saodatlari uchun kerakli masalalar, ilgirki payg'ambarlar va ummatlarning qissalari, har turli foydali vaz-nasihatlar, oxirat olimining xabarlari, duo va ibodatlarning usul va sistemalari, ijtimoiy va kishilik hayotning qonun prinsiplari qatorliqlar so'zlangan. Payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilganmi? Payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilgan emas. Balki ularning oz qismiga kitob tushirilgan bo'lsa-mu, ko'pinchisiga Alloh taolodan vahiy keladi. Ular Alloh taolodan kelgan vahiyning ruhini ummatlarga yetkazish orqali ularni dinga da'vat qiladi. Alloh taolo tarafidan tushirilgan kitoblar qaysilar? Alloh taolo tarafidan tushirilgan kitoblar Qur'oni Karimning bayon qilishi bo'yicha tovandikilardan iborat. 1. Tavrat. Musa alayhisalomga tushirilgan. Inna anzalna at-tavrata fiha hudan wa nur. Yani biz haqiqatan hidoyat va nurni o'z ichiga olgan Tavratni tushirdik. 2. Zabur. Davud alayhisalomga tushirilgan. Va atayna Davud zabura. Yani Davudga zaburni ato qildik. 3. İncil. İsa alayhisalomga tushirilgan. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Yani arqadan Maryam o'g'li İsa'ni avatdiq. Uningga İncilni ato qildik. 4. Qur'oni Karim. Muhammad alayhisalomga tushirilgan. İnna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yani shubhisizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib tushirdik. Payg'ambar alayhisalomning hadislariga ko'ra
yuqorqilardan boshqami ba'zi payg'ambarlarga samoviy kitoblar tushirilganligi ma'lum. Ular tuvandikilardan iborat. Odam alayhissalomga 10 betlik, İbrahim aleyhisselamga 10 betlik, Şis aleyhisselamga 50 betlik, İdris aleyhisselamga 30 betlik kitaplar düşürülgen. Bu kitaplar Allah Taala'dan qandaq ravishda düşürülgen. Qur'oni Karimdan ilgirki samaviy kitaplar payg'ambarlarga Allah Taala tarafidan divan qilingan holda bir qitimdil düşürülgen bo'lsa, Qur'oni Karim Allah Taala'nın emri bilan Cibril aleyhisselamning Muhammad aleyhisselamga vaqalarning talibiga ve şaraitlarning taqazzosiga munosib holda az-azdan o'qib berish natijasida vahiy yo'li bilan to'liq 23 yil ichida tadrijiy tushirilgan. Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomning vasitasi bilan Alloh taoladan topshirib olgan Qur'oni Karimni Alloh taoladan tushgan peti kam ziyoda qilmasdan, biror harfga chog'liq o'zgartib o'tmasdan islom ummatiga aynan yetkazish orqali o'zining elchilik burchini to'liq ado qilgan. Vahiy degan nima? Vahiy sözünün lügatdagi ma'nosi ilham demektir. Ammo vahiyning islom terminlaridagi ma'nosi Alloh taolaning payg'ambarga bevosita yoki farishtaning vositasi bilan so'z qilishi demektir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha." Yani Allah bir insonga faqat vahiy yo'li bilan yoki parda orqasidan so'zlaydi yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qiladi. Alloh taolaning kitoblariga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. Alloh taolaning kitoblariga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taolaning payg'ambarlarning vositasi bilan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularga kitoblarni tushirganligi va bu kitoblar orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, ularni uningga chaqirganligi, ularni yomon yo'llardan to'sib, uning oqibatidan ogohlantirganligi haq va rostdir. Alloh taolaning kitoblariga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Alloh taolaning kitoblariga iymon keltirish tövendiki 4 masalaga ishonib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Birinchi, payg'ambarlarga kelgan samoviy kitoblarning rostilla Alloh taolo tarafidan tushirilgan haq kitoblar ekanligiga chin ishonish. İkinci, Allah Teala bizge isimlerini bildirgen Kur'an, Tevrat, İncil ve Zabur qatarlıq samavi kitaplarga tepsili, isimleri bizge ma'lum bo'lmaganlarning hammasiga ijmali iman keltirish. Üçüncü, Qur'oni Karimning bütün xabarlarga ve boshqa samavi kitaplarning o'zgartirishdan saqlanib qolgan xabarlardan Qur'onning tasdiqlaganlariga ishonib, uni tasdiq qilish. Dördüncü, samavi kitaplarning amaldan qoldirilmagan ahkamlarga amal qilish. Allah Taala'nın kitaplarına iman keltirishning foydasi. Allah Taala'nın kitaplarına iman keltirishning foydasi nima? Allah Taala'nın kitaplarına iman keltirishning eng cho'ng foydasi iymonning to'liqlanishidir. Chunki Allah Taala'nın kitaplarına iman keltirmagan kishining iymoni to'liqlanmaydi. Natijada musulmon bo'lolmaydi. Iymon etganlar Allah'a, Allah'ның payg'ambariga va Allah uningga tushirgan kitobga ve ilgiri tushirgan kitaplarga iman keltiringlar. Kimki Allah'ni, Allah'ның farishtalarni, kitaplarni, payg'ambarlarni ve ahiret gününü inkar qiladigan, o qattiq azg'an bo'ldi. Buningdan boshqa foydalarım ko'pdir. Ulardan birinchi, Alloh taolaning har qanday bir qavmga payg'ambarlarning vasitasi bilan kitaplarni tushirib, ularni dunyo va oxiratning saodatlariga boshlaganligini tunib, Allah Taala'nın insonlarga qilgan rahmat va shafqatlarini bilish va uningga loyiq shukr ado qilish. Ikkinchi, Allah Taala'nın kitoblaridagi ilohiy dasturlarga amal qilish orqali dunyo va oxiratning saodatlariga erishish. Uchinchi, Allah Taala'nın har qavmga ularning ahvoliga munosib holda qonun belgilaganligidagi ulug' hikmatini tonish. To'rtinchi, Allah Taala'nın yuqorqi ne'matlariga loyiqida shukr ado qilish.